ovozinglar eshitilmayapti. O, hala üstüyem çoğaldıyız. Nimaga immunitet past? Hadi 1, 2, 3'ga. Bak hali sanamadim. Rosa şaşırıyorsunuz ekan. Hadi 1, 2, 3. Mana shunaqa yaxshi kayfiyatda bo'linglar. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, inson yaxshi kayfiyatda bo'lsa, kulib, maza qilib, o'yin kulgu qilib yurgan inson hech qachon kasal bo'lmas ekan. Immuniteti yuqori darajada bo'lar ekan. Hurmatli o'rtoqlar, bugungi konsert dasturimiz mana Farg'onadan boshlanganidan bog'oyatda xursandmiz. Sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan xursandman. O'qlanmaysizmi dasturining eng istarali boshlovchisi Oybek Tejevoy bugun xizmatinglarda bo'ladi.